Okajonim, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Ko'p vaqt bo'lmasdan o'zini joyi, lokatsiyasi bilan obro'ga erishgan Yunusoboddagi mehmonxonamizni sizlar ko'rmagan chotki xonalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Ha azizlar, bu sizlar bilgan Jon Tower mehmonxonasi. Mehmonxonamizga kirib kelishinglar bilan sizlarni shunaqa ixchamgina qulay resepsiyon xizmati kutib oladi. Okajonim, Jon Tower mehmonxonamizga kelganingizda iminnoy 101-xonaga kirmasdan, dam olmasdan ketishingiz mumkin emas. Bu xonani shinamligini, qulayligini bitta o'zingiz ko'rib baho bering. Shunaqa chiroyligina, ixchamgina xonada dam olish narxi atiga 350 ming so'm. Sizlarga mana shunaqa kichkinagina, ixchamgina xona kerak bo'lsa, bu xona ayni sizlar uchun. Bu xonamiz ham o'zini komfortlari, barcha sharoitlarini o'z ichiga oladi. Narxi esa atiga 300 ming so'm. Jon Tower mehmonxonamizda boshqa joylarga o'xshab 500 ming, 600 ming so'm demaymiz. Narxlarimiz atiga 250 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. Ha aytgancha, sizlardan talab qilinadigan narsa faqatgina pasport yoki haydovchilik guvohnomasi. Adresni sizlarga konkretni qilib tushuntiraman, vнимательно eshitib olinglar. Shundoq, Shahriston metrodan chiqqandan keyin Telebashning ko'chasiga kirganda, Malika bu tarafda qoladi, o'rtada Iftixor 82 da joylashgan. Nomodoga agar lokatsiyani tushunmay qolgan bo'lsanglar, okajonlarim, mana shu nomerlarga Telegramdan yozsanglar, lokatsiyani tashlab beramiz. Sizlarni kutamiz.